Assalomu alaykum akalar va ukalar. Bu video murojaatim Samandarga, ya'ni Samandar tankga. Menga qara, sen bilan bir jang qilganmisan? Shu yetib borishama. Valla çok kelib o'tiribsan ey. Kallang bo'lmasin, senga qancha dollar tikdim men? 20 milyon tikib berdim senga. 20 milyon dollar. Ha? Kallang joyidami? Shu bo'lishini bilgandim, men senga dollar tikmaydim. Deganlar. Akalar ko'tayingiz kiyib qoldi. Qumor shunday bo'ladi. Birov o'ttiradi, birov o'tadi. Lekin Samandar uncha-muncha da yengillaydigan odam emas. Samandar tank zo'r. Bu qarang. Tanganing bu tomoni ham bo'ladi, bu tomoni ham bo'ladi. Bilasizlarmi? Endi men nima demoqchiman? Samandar aka, omadingiz bersin. Yaxshi tunrobga qiling, zo'r tunrobga qiling nasib bo'lsa. Bilaman hozir ham kuchlisiz, lekin bundan da zo'r kuchliroq bo'ling. Nasib bo'lsa yortaylaymiz, xudo xolasa. Nima deydi? Tunrobga tanani ham kuchaytirish kerak, petaniyani ham kuchaytirish kerak. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Nasibsa tunrobgani bosib gazini bosib, nasibsa revanch olib yoritalish kerak. Xafa bo'lmang uka. Omadingizni bersin. Siz zo'r baysiz. Negativlarga e'tibor bermang. Iloyim kuyganlar kuyib yonib o'laversin. Lekin siz to'lka gaz oldiga period. Qaytmang. Sizga mana video obro'shina qilib chiqqanlar, kommentariyada yozganlar, shu yetib ham urishasanmi, shu yetib ham buni qilasanmi deb kommentariy yozganlar. Akalar oldin o'zlaring bir avtogonga chiqib, mayli urishmasanglar ham, urishmanglar. Tek urush olmaysizlar baribir. Ana avtogonga borib 500 mingga biletini olib, Simichkachagi bir avtogonda bo'layotgan voqealarni tomosha qilinglar. Keyin fikrlaringiz o'zgaradi. Avtogon nega shunday ekanda? U setkani uchun nima bilasizmi? Setkani uchun qonli jang. Haqiqiy bayslar urushadi u yerda. To'g'ri, media baysdir yo boshqadir, lekin zato bays. Zato o'sha avtogon ligani ko'rib, zo'r TVda, televizorda televideniyaga chiqdi. Odamlar pul berib ham televideniyaga chiqa olmaydi, bilasizmi? Pul berib ham televideniyaga chiqa olmaydi. Uni bir talanti bo'lmasa, uni bir mashhurligi bo'lmasa, televideniya nima qiladi uni? Nima qiladi uni olib chiqib? Shuning uchun televideniyaga chiqqanni o'zi omad. Qani, negativchilar, sizlar bir televizorga chiqib ko'ringlar qani. Zo'r TVga chiqinglar, yoshlarga chiqinglar. Qani bir ko'ray qani sizlarni. Hayotda chiqa olmaysizlar, chunki sizlarda ishlaring qora. Sizlarda na talant bor, na kuch bor. Samandarda xudoga shukr kuch bor. Malades Samandar, bosish kerak ukam. Ko'ngilga cho'ktirmang. Negativchilarga e'tibor bermaymiz. Bosing uka. Samandarning muxlislari bittadan like bosib, kommentariyaga Samandarga omad deb yozib qo'yingizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.